Agar Alloh senga biror biznes yoki g'oya bergan bo'lsa, u qancha pulning borligiga emas, iymoningga qaraydi. Alloh senga bu fikrni bergan bo'lsa, u mijozlarni ham, imkoniyatlarni ham, kerakli yordamni ham yuboradi. Seni vazifang qanday qilaman deb o'ylab to'xtab qolmaslik. Ishon, chunki Alloh hech qachon g'oyani bekorga bermaydi. Agar bu niyat yuragingda bo'lsa, demak, yo'l allaqachon ochiqkan. Qo'rqma. Ha, boshlash oson emas. Hamma javoblar yo'q bo'lishi mumkin, lekin birinchi bo'lib qaror qil. Keyin imkoniyatlar. Iymoning esa puldan tezroq yuradi. Yolg'iz emassan. To'g'ri odamlar, yordam beradigan insonlar yo'lda seni kutyapti. Lekin agar oldinga harakat qilmasdan turaversang, ular seni topa olmaydi. Juda ham to'g'ri gaplar bo'ldi. Olma pesh og'zimga tushgan narsa yo'q, harakat qilish kerak. Bizning yoshimiz 24 da, 25 yoshimizda xudo xolasa adamimizga gelik haydatmoqchimiz. Yaxshi niyat, halol mehnatda yurgan bolalarimiz. Juda chiroyli gaplar bo'ldi. Agar sizlarga ham yoqqan bo'lsa shu gaplar, bitta like bilan tasdiqlab keting. Agar yoqmagan bo'lsa videoni o'tkazib yuborsangiz ham xafa bo'lmaymiz. Mana shu go'zal tandirlarimizga skidka e'lon qilganimizni eshitdinglarmisizlar? Tekinga berib yuboramiz. To'ppa-to'g'ri eshitdinglar, tekinga 20-dekabrgacha butun O'zbekiston bo'yicha tekinga yetkazamiz. Ya'ni dastavkasi bepul. Men ulgurmay qoldim, eshitmay qoldim demanglar. Mana shu videoni eng yaqin tanishlaringizga maksimalni tarqatib qo'ying. Bu tandir gazda ham, o'tinda ham ishlaydi. 70 ta somsa 10 ta non bemalol qolsanglar bo'ladi. Naborlarini video davomida ko'rsatdik sizlarga. Ulgurib qolinglar, tandirlarimiz soni chegaralangan. Somsa zakaz qilmoqchi bo'lsanglar ham pastki raqamlarga murojaat qilinglar, dastavka qilib yetkazamiz. Bu go'zal tandirlar narxini bilmoqchi bo'lsanglar, kommentariyada plus belgisini qoldirsanglar sizlarga narxini albatta yozib yuboramiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.